Assalomu alaykum, yana bir bor. Bugun 2026-yil 7-fevral. Bugungi ikkinchi pritsepimizni topshiramiz, xudo xolasa. Buni spesial zakaz qildilar. Yasab qo'ygan qo'ylar bor ekan, qo'y otadigan o'rniga spesial buni havo kiradigan bo'lib, mana bu orqalariga tomonlariga shamollanadigan bo'lib moshina bilan yasab qo'ydik. Zakaz bo'ldi, orqasi silinderli ko'tariladigan. Bu pritsepimizga kelsak, buni razmeri 1.40 razmerda bo'ldi. Orqasi spesial ochilib qoldirilgan, agar oldidan havo kirsa orqadan chiqib turadi. Masalan, ichida qo'ylar ortganda ham havo o'tadigan qilib, ustini tenzli qilib, chiroyli qilib akaga yasab berdik. Mana 1 tonna 600 zamok, har doimgidek zanjirlari bilan bilka parkoplarni o'rnatib, tok montajlarini ham qilib, chiroyli qilib taxlab berdik akaga. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'linglar. Xizmatdamiz. Sog' bo'ling.